Qancha balangiz bor? 5 bolam bor. 3 o'g'il, 2 qizim bor. Qizim turmushga chiqqan. 3 o'g'lim hammasi menimdan. Eng kichigim Husniddinda 94-yilgi. Yanvar 14da tug'ilgan u. Aytsangiz shu balangiz Husniddin armiyaga borib keldi. Armiyadan kelib xizmatga ketdi. 2016-yil 16-aprel kuni ketgan xizmatga. Mana aprelda уже 6 yil bo'ldi. Armiyamdan 7 yil bo'ldi. Men 3 yil qolsa pensiya chiqaman deb inshaalloh shuni niyat qilgandi o'zi. Mendan menga xayrlashib ketib, dedi, men 9 kunda qaytaman. Sira kecha zvon qildi 12-15da. 8 kuni. 8 kuni 12-15 zvon qildi menga. Mana ishlab bo'ladi. Mayli, turing. Aytaveringiz. Ish bo'ldi. Men 2 farzand, mana 7 yilni ayol. Qavardi kim o'g'izdi sizga? Xabarni bular o'zlari keldi. Chegarachilar. Jalb keldi. Kantor hammasi jalb kelib, mana xabar shuna bo'ldi. Shu bo'lgan ish shu. Hozir mamlakat tarafdan qanday qo'lda olyapti sizga? Mamlakat endi boshlandik hali ish qilgan. Mana uy berdi gubernatori. Gubernator rozilik bildirib hammasi mana rahmat hammasiga. Mana nima Sadir Jaborovga yana rahmat. Shunga ish qilamiz yana.